Miyani charchog'ini yozadigan narsa ovqat emas, jismoniy mehnat dedi. Bu eng peshqadam tabiblarning bergan tavsiyasi. Agarot chopasiz chiqib. Qo'y bo'lsa, qo'yiz bo'lsa, qo'yizni junni olasiz. Tayini chopasiz, terilarni qirqiysiz, baliq tutasiz. Jismoniy mehnat aqlni dam oltiradigan narsa ekan. Biz nima qilamiz? Yotib olib telefon o'ynaymiz. Stress nima qilyapmiz? Yo'q, unaqa bo'lmaydi. 21-asrni vabosi, chumasi stress deyiladi. Mana shu asabiy tanglikni sababi shu insondagi tavhidning zaifligi. Tavhidga bo'lgan iymonning zaifligi insonni mana shu stressga olib boradi. Insonni jasadida birodarlar millionlagan saratoniy kletkalar bor, rakoviy kletkalar. Tabiblar aytishiga qaraganda bular ishlamay turar ekan, uxlar ekan. Ularni bosib turgan to'siqlar bor. Shu to'siqlar yo'q bo'lib qolgan paytda mana shu kletkalar uyg'onadi, inson rak kasaliga duchor bo'ladi. O'tgan asr bilan bu asrda taqqoslaydigan bo'lsa, rak kasaliga duchor bo'lganlarning